Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat tezkor xabar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Moskvaga boradi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Endi nima desam, qon kelib turardi. Og'riq kuchli bo'lganda hech bo'lgan bilmayapman. Endi 72-3 ga kiryapmiz endi. Mana buni ichgandan keyin bu og'rig'im qoldi. Qon nimasiga qoldi? Kelishi. O'zlari bilmaydi. Yo'q. Aytmagansiz o'zlariga. Voy, zuyrar chiqib qoldi. Voy, kampirim ketyapti endi deb ketdi shekilida. Hech uxlamadim. Bu narsani bilganingiz qancha bo'ldi? Bu kasallikni o'zingizlar bilganingiz. Bilganimizga shu kerak bo'ldi. Endi kelib ketar, ular biz bilmaganmiz-da. Endi ancha yoshman endi. Ha, endi nimalarim ham stilib qoldi o'sha. Ha, hojatga chiqishim. Avvalambor shu Xalila mahsulotdan rozimisiz? Roziman, ulim, roziman. Menga roziman. Prezident Shavkat Mirziyoyev Moskvaga boradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan 8-9 may kunlari amaliy taklif bilan Moskva shahrida bo'ladi. Tashrif dasturiga muvofiq davlatimiz rahbari 2-jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirda ishtirok etadi hamda qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkaziladi. O'zbekiston prezidenti bilan muloqot Rossiya rahbarining shu kunga mo'ljallangan tadbirlar dasturidagi yakuniy suhbat bo'ladi, dedi Rossiya Federatsiyasi prezidenti yordamchisi Ushakov. Moskvadagi paradga ketayotgan Vuchichning samolyoti favqulodda qo'ndi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Moskvaga uchayotgan Serbiya prezidenti samolyoti Baku aeroportiga favqulodda qo'ndi. Bu haqda Xorj of xabar berdi. Aleksandr Vuchich g'alaba paradida ishtirok etish uchun Moskvaga parvoz qilayotganda samolyot xavfsizlikka tahdidlar, shu jumladan havo hujumidan mudofaa tizimlari ta'siri tufayli Bokuga qo'ngan. Samolyot parvozini davom ettirishga ruxsat berilishini kutmoqda, deb ta'kidladi Informer. Moskvaga yana hujum uyushtirildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya poytaxti meri Sergey Sobyanin ma'lum qilishicha, havo mudofaa tizimlari Moskvaga yaqinlashayotgan yana bir necha uchuvchisiz apparatlarni yo'q qildi. Mudofaa vazirligi havo mudofaa kuchlari Moskvaga yo'naltirilgan uchuvchisiz apparat hujumini bartaraf etdi. Qulagan parchalar joylashgan hududda favqulodda xizmat xodimlari ish olib bormoqda, deya mer o'z Telegram kanalida yozdi. Shuningdek, xabar qilinishicha, Vnukovo xalqaro aeroporti samolyotlarni qabul qilish va jo'natish bo'yicha uzoq vaqt davom etgan cheklovlardan so'ng o'z ish faoliyatini odatiy tartibda tikladi.